Ayollar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, ularni sportga jalb qilish va jamoaviylik ruhini mustahkamlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tizimidagi ta'lim tashkilotlari xotin-qizlari o'rtasida tashkil etilgan voleybol musobaqalari ham bu boradagi chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Baqislarning Qo'shko'pir tuman bosqichi haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Mazkur musobaqa 3 bosqichda o'tkazilishi belgilangan bo'lib, dastlabki bosqichlari hududlarda, ya'ni tuman miqyosida tashkil etildi. Unda maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlardan iborat jamoalar ishtirok etib, o'zaro kuch sinashdi. Bellashuvlar davomida jamoalarning jismoniy tayyorgarligi, o'zaro hamjihatligi hamda sport mahorati yaqqol namoyon bo'ldi. Har bir o'yin murosasiz va qizg'in ruhda o'tib, tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Mana tuman bosqichiga yig'ildik. Jamoamiz bilan birgalikda g'olib bo'lish uchun harakat qilyapmiz. O'yin juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Bu kabi musobaqalarni o'tkazilishi sog'lom turmush tarzini tiklanishda juda ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa biz ayollarni salomatligimizni tiklashimiz uchun, hordiq olishimiz uchun juda ham katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Va yana shunga ishonamanki, bu musobaqada g'olib bo'lib, jamoamiz bilan viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritamiz. Tuman bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar endilikda viloyat bosqichida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi va yakunda kuchli raqiblar bilan bahs olib boradilar. Tuman bosqichida jami 90 ta ta'lim tashkilotlari xodimlari, jamoalari ishtirok etmoqda. Tanlovni tashkil etishdan maqsad sport bilan muntazam shug'ullanadigan o'qituvchilarning sonini oshirish, ta'lim tashkilotlari xodimlarini sport tadbirlariga keng jalb qilish, ular o'rtasida musobaqalar tashkil qilish, xodimlarning jismoniy faolligini darajasini oshirish, o'qituvchilarning bo'sh vaqtlarini sport bilan shug'ullanishlari uchun sharoit yaratishdan iborat. Bunday sport musobaqalari xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash hamda faol hayot tarzini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan yiroqlashmang.